Xo'p, 39-misolga e'tibor beradigan rasmda fx funksiyaning grafigi berilgan. A shartiga ko'ra aytayaptiki, -6 va 6 oralig'ida lokal maksimum nuqtasini topish kerak. Lokal degani nima degani? Ma'lum bir oraliqdagi maksimum nuqtalarni topishimiz kerak. Ya'ni e'tibor bersak, lokal maksimum nuqtalar qizil nuqtalar bilan berilgan. Mana shu nuqtalar lokal maksimum nuqtalar. Endi keyingisi f'(x) 0 bo'ladigan -6 va 6 nuqtadagi ildizlarni topishimiz kerak. E'tibor bersak, -6 va 6 da f'(x) 0 degani burchak koeffitsiyenti 0 bo'ladi, ya'ni alfa 0 bo'ladi. Alfa 0 degani koordinat o'qiga parallel bo'ladi. E'tibor bersak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta chiziq chizilgan, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha 6 ta nuqta da f'(x) teng 0 bo'ladi. Demak, 6 ta nuqta ekan.